Ro'paramiz Ganjirovon mahallasidan o'tish Soyshildir mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli. Assalomu alaykum, Alloh kunlaringni xayrli qilsin. Mana shu ko'rinishdagi umumiy maydoni 10 sotiga ega hovlimiz sotuvga chiqdi. Ichlarini to'liq hozir videoda ko'rsatib o'tamiz. Hovlimizning kirorish qismi, ayvoni, umumiy xonalar soni 8 ta bo'lyapti. Hozir ba'zi birlarini ko'rsatib o'tamiz. Arqa tarafda ham ko'chasi bor ekan, bemalol ikkita hovli qilib foydalansa bo'ladi. Mana shu xonamizdan boshlaymiz ko'rsatishni. Bu mehmonxonasi bo'lyapti. Hozir bu tarafdagi xonalarda uyda odam bor ekan, shuni hisobiga ko'rsatolmaymiz. Mana shu tarafdagi xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Bu chapdagisi nima bo'lyapti? Bu ham o'sha ikkita 7 metrli uy bor, eshikda edi. Aha. 7 metrli bu. Betspaniya ekan, yotoqxona ekan. Hammom. Bu hammom hojatxona ko'rsa bo'ladimi? Ha, hammomning o'zi. Ha, hammomning o'zi. Hozir bu yerda nechta xona bo'lyapti? Bitta, ikkita, uchta xona bo'lyapti. Bu to'rttami? To'rtta, bir dahliz bor yerda ichkarida. Ikkita, to'rtta, yerda ham bor. Yerda. 5 ta. Bu tarafda 5 ta faqat ko'rsatib. 5 ta, 4 ta sinchiligi bor-da. Aha. Olib pishgan g'ishtlar qaysi biri? Bag'da. Xom g'isht, pishgan g'isht, sinch aralash. Bu taraf aralash. Ha, aralash. Aha. Bu yerto'lasi bormi? Ha, podval. Ombor. Ombor hisobida. Bag'i. Hovli to'rt burchak bo'lyapti. Arqa tarafda ham ko'cha bor. Ha, bor, uy solsa bo'ladi. Ha, kursiya bo'ladimi? Ochish kerak-da, yo'q. Xo'p, yo'l bor, ko'chasi bor, yo'l bor, bemalol uy qilib foydalansa bo'ladi. Uy solsa bo'ladi, misol ikkiga bo'lib bemalol foydalansa bo'ladi. Mana yergacha mana bitta hovli qilinsa, bitta bag'ini, yana bitta hovli qilib qurish imkoniyati bor ekan. Umumiy maydoni 10 sotik bo'lyapti. Buni aytib o'tdik. 8 ta xonadan iborat bo'lyapti. Uylar yashab tursa bo'lgan holatda yomon emas. Narxiga keladigan bo'lsak, 46900 kelishtirib berishar ekan. Pul zaruratdan sotishyapti. Hujjat tomonlama muammosi yo'q. Agar kimda qiziq bo'lsa, egalarining raqamini yozib qoldiramiz. Realtorlik xizmati hech qanaqangi olinmaydi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Manzilni eslatib o'tamiz. Ganjirovon mahallasidan o'tgandan keyin Soyshildir mahallasida joylashgan. Majnuntol ko'chasi nechinchi-uy? 17. Majnuntol ko'chasi mana 17-uyda ekan. Bemalol telefon qilaverasizlar. Ammo hovli istarali, to'rt burchak, chiroyli hovli, mevali daraxtlari bor. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.